Nimaga shuncha qishloqlar mana uyimga yig'ilib oldi? Majlis bo'tdim deyman, hamma salom do'stlar, men otim Kompotim, mani yangi joyimga xush kelibsizlar. Do'stlar, men bitta narsa tushunmayapman. Nimaga mana uyimga tagida shuncha qishloqlar yig'ilib oladi? Majlis bo'tdim, shuncha qishloqlar yig'ilib olgan, qani ish ko'rli, umuman ishlayapti, nima deyishayotgan, nimadir bidirlashyapti, umuman ishlayapti deyishu. Nimaga o'qimanga qo'ng'iroq bot, hozir to'xtab turinglar do'stlar, qishloq qotgan ekan. Xo'p, qishloqqa jiganingli, Kapot, tezroq videoni ichga mutamoyil so'tovimizga borib narsa tushuntirib beryapman. Nima tushuntirayotgan ekan qishloqqa Kapot, chunki o'zing bilasan, obbo ko'chaga chiqim kelmayapti deyum mayli. Bo'pti qishloq hozir chiqaman. Ana meni ham chaqirishdi bu majlisga. Oho, men qishloqlarni qaraylik ko'pligini va marsalam. O, Kapot, mana bo'ldi chiqdi. Endi sizlarga tushuntirib bersam bo'ladi. Xullas, men bu qishloqni kapital qilib juda ham zo'r ta'mirlab bermoqchiman. Nima ta'mirlab beryapsan? Kapot, ja shoshilmang. Xo'p, chunki oxirigacha eshitgan juda ham zo'r bo'lar ekan deb bo'lmasa ta'mirlasa ham anaqa toshlar endi tushib ketgan anaqa graviy pollar yoqmayapti menga, yerlar o'shamnaqa yer yoqmayapti menga. Plitka qo'ysam bo'lar. Kapot oxirigacha eshitgan. Xullas, to'g'ri, men ta'mirlamoqchiman, lekin menga izurtli yetarli emas. O'shaning uchun men bitta taraf faqat ta'mirlayman. Nima bitta taraf faqat ta'mirlaysan? Men tarafimni ta'mirlay emas. Men bitta narsa kelibki, men uyimni tomonni ta'mirlaymiz. Kapot, sizlar tarafinglarni ikki qatidan keyin ta'mirlaymiz. O juda ham zo'r, men ketsam bo'ladimi? Yo'q, Kapot, to'xtab turgansan, ketmay turgan jigarlar qishloqi bilan, chunki Kapot, bu qishloqlar endi sizlarning uyda turishinglar to'g'ri keladi. Nima? Bizning uyda shuncha qishloqlar nima deyapsan? Men o'ylab gapiryapsanmi? Ha, Kapot, axir bizning taraf ta'mirlayapti-ku, bizning tarafda juda ham ko'p qishloqlar yashaydi. Ustalarga xalaqit beradi, xullas hamma narsaga xalaqit beradi. O'shaning uchun bu ikkita uyda yashab turishga to'g'ri keladi. Axir bizning tomonimizda ro'zg'or ham ikkita uy-ku, qanaqa sig'idamiz? Shuncha qishloqni sig'dira olmaymiz biz axir. Men ketishim kerak bilmadim. Ey, men qaqib ketyapsan. Nima qilgani axir bu? Komposan uyda yashab turildimas. Qanaqa men uyimda yashaysan qishloqni nima qilamiz endi biz? Ammo Kompo shuncha qishloqni qanaqa qilib ikkita uyga sig'diramiz? Qanaqa qilib? Bilmadim qishloqni. Men ham shuni tushunmayapman, qanaqa shuncha qishloqni biz sig'diramiz. Mayli Kompo, ikki haftadan keyin biz to'g'ri ta'mirlagan juda ham zo'r ta'mirlab bersa bo'ldi. Rostdan ham juda ham zo'r ta'mirlab bersa bo'ldi, bo'lmasa sig'dirishimiz kerak. Bo'ldi, bo'lmasa ta'mirlashni boshlaymiz. Men hamma qishloqlarni xursand qilib kelyapti. Shuning uchun xalaqit bermaslik uchun bunaqa devor qo'yib qo'yishim kerak. Chunki ustalar xalaqit beradi. Yana men surpriz qo'ymoqchiman. Qishloqni ko'rish kerak emas deb qo'yotganim. Oxiri men juda ham zo'r qurmoqchiman-ku. Davay sal balandroq. O, ana juda ham zo'r bo'ldi. Oho, Kapot bilan jigar qishloq uyga sig'dirayotgan ekan. O'sha qishloqlar juda ham yaxshi qildi. Bo'tda endi mazza qilib ishlar. Ay, oyog'im sal qoldi. Oyoq bukilib ketdi. Mayli bu devorni quraveramiz yana. Obbo, qishloqlar yana sizlarni qanaqa sig'diraman? Axir bo'tda umuman joy qo'ygan yo'q-ku. Mayli, mana bitta yana kelavat tashqarida shuncha to'lib ketdi. Qo'shni uyda shuncha to'lib ketdi. Oho, qishloqlar nima chiqib ketdi? Kapot, nima bu? Qishloqni tushunmadim, ko'rib kelingchi. Nima bu? Qanaqa devor bu to'xtab turgan? Nimaga bu tarafini qizil devor bilan yopib qo'ydi? Mermi? Bu yoki boshqa narsamikina, boshqa odam yopib qo'yganmikina? Ey, mer tushunmadim, sen rostdan bu tarafini yopib qo'yibdi. Mer, qanisan? Bu yoqqa nima qilyapsan o'ta? Ha, Kapot, men bu taraf yopib qo'ydimki, chunki sizlarga xalaqit berishim mumkin. Axir ustalarda sizlarga surpriz qo'ymoqchi edim. Nima degani axir mer mayli yopib qo'yibsan san qildingmi? Ha, Kapot, sizlar ko'rmanglar bo'tganda chunki men surpriz qo'ymoqchiman. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Kapot, sizlarga bu ustalar xalaqit beradi, hamma narsalar xalaqit beradi. Changilar kelib qolishi mumkin, ta'mirlayotgani. O'shaning uchun bu tarafni yopib qo'ydim deb to'g'ri tushunarsan Kapot. Mayli, qishloqni yopib qo'yibsan, 2 haftadan keyin bizning tomonimizni ta'mirlaysan, juda ham zo'r qilasan. Bu yerda ham endi bizning qishloq zo'r bo'ladi-ya. Albatta Kapot, xursand bo'ladi. Bo'lmasa do'stlar, men juda ham xursandman. Yangi ijroni endi men juda ham zo'r qishloqda olaman. To'ppa to'g'ri edasan Kapot, bo'lmasa men ta'mirlashga ketdim, shunaqa zo'r qilib
qilamanki, juda ham sizlarga yoqib ketadi. Ko'rdinglar, hammasi sizlar yaxshilik uchun qo'yman. Bo'ldi mer, sendan biz juda ham xursandmiz. Eng yaxshi mer seni ham. Bo'ldi bo'lmasa, kaput maketdim. Ey qishloqqa qaragan, mamlaqa devor qo'yib qo'ydi bizga xalaq bermaslik uchun. No mayli sen mer ketsen ketaver. Qancha bo'ladi endi o'zi shuncha qishloqlarimiz sig'dira olmaymiz, ko'rasizlar ham. Kaput, men vaqtim borligicha tez qo'ymoqchiman. Kaput 2 haftada bitirmoqchiman. Nima 2 hafta? 2 hafta shunaqa qishloqlar bilan yashab turishim kerakmi? Kaput yersan. Obbo, men qaq ketib qolding. Kaput, yo'q o'tmang, iltimos, berimizga ketib qo'ya o'tmaydi deb aqar surpriz qo'ymoqchi ekan. Obbo, 2 hafta shuncha qishloqlar bilan yashab turish juda ham qiyin-ku axir. Qanaqa men yashayman? Kaput, bor uyimda sandan ko'p qishloqlar bor. Rostdan ham sen uying sal kattaroq o'di. Bitta ko'rib chiqaychi nima qilayotganiga qarang, qishloqlar qo'shib turinglar. Oho, nima qilib tashlading uyingni? Bo'ldi, men ustalar chaqirib kelmay qoldirmagan, chunki ustalar juda ham ko'p ta'minlaydi bo'ldi. O'shaning uchun men hamma narsalarim yig'ib bitta o'zim ta'minlamoqchiman. Kaput bechoralar shu joyga sig'diryapti. No mayli, men hozir o'zim tez ta'minlab qo'yaman. Juda ham chiroyli qilib narigi tarafini ham ta'minlayveraman. Bo'lmasa boshlaymiz, chunki ustalar men bitta narsalar qo'yadi, hali pullar so'raydi. Shuning uchun o'zim ta'minlayman. O'zingiz sortlarim kam bo'lsa, davay bo'lsa ishga kirishamiz. Juda ham zo'r ta'minlayman. Menga axir yoqadi-ku. 2 hafta kelgan. Nu qishloqlar bo'ldi. Bunaqa yasholmayman. Qornim ochib ketdi, juda ham qochib turinglar. Вообще siqilib ketyapman, qochib turinglar. Nima qilasizlar? O'zi bo'tdi. Vashi ketdi. Bo'ldi, qochinglar. Hamma bitta joyda yig'ilib olgansizlar. Ko'chaga chiqib turinglar. Qachon qornim ochib ketdi. Nima nonushta qo'ydik? Kim meni ovqatimni yeb qo'ydi? O'zi zo'r kaput uxlayotgan edim, siz seni ovqatingni yeb qo'ydik. Obbo, qishloqlar shunaqa ham bo'lasizlar. Nimaga meni ovqatimni yeb qo'ydinglar? Ey qishloqqa, kaput, seni bitta so'roqchi edim. Kaput, vashi siqilib ketdi. Yurishga joy qolmadi. Meni no'nim meni sotib qo'ysa, iltimos sen uyda yashab tursin bu qishloqlar. Nima deyapsan? Qishloqim meni hamma ovqatimni yeb qo'yishdi. Obbo, kaput, ikkalamizni bog'bog'otgan ekan, nima qilamiz? Endi 2 hafta bo'ldi shakar. Da, 2 hafta bo'ldi. Men sanab turibman, mer oldiga borib kelaylikcha. Bilmadim, kaput, borib kelamiz. Men rostdan ham borib kelish kerak, chunki rostdan ham 2 hafta o'tdi. Bunaqa boshqa yasholmayman. Yomon qilib ketdim lekin qishloqqa. Bilmadim, kaput, mana xuddi shu bo'lib ketdi. Shuncha qishloqlar bitta uyda yashash, вообще-ku. Da, bo'lmasa men borib kelishchi bitta joyga to'xtab turinglar qishloqlar. Yana do'stlar ko'chada yashashyapti, bir xilga qishloqlar, chunki uyda umuman joy qo'ygani yo'q. Yana bitta joyimni ko'rsatmoqchiman. Bu yerda umuman ko'rganim yo'q. Ey do'stlar, qanaqa ta'minlayotgan ekanmi? Juda ham zo'r ta'minlayotganmikin. Keyin bizning tarafimiz zo'r ta'minlaydi. Men bu yerda mazza qilib o'tirman. Bekor ko'rmayapti yana taraf. Mer etki o'ta surpriz qaramanglar. Ana qishloqlarni qaranglar. Даже uyga sig'mayapti, ko'chada turishdi, nima qilishni bilmasam. Bu tarafni yana yopib qo'ygan emer. Mashta sakrab bitta ko'roqchiman, lekin o'xshamayapti, ko'rish o'xshamayapti. Yomon tez ko'rgim kelib ketyapti. Nima qotgan ekan? O'zim juda ham zo'r ta'minlayman dedi qo'xar. Наконец bizning qishloq zo'r bo'ladi. Kaput, hamma qishloqlar, yaxshi kelinglar, hammasi tayyor bo'ldi. Bu yerda yig'ilishimiz kerak. Davay kaput, tushib qolsan o'tdan. Nima deyapsan? Bo'ldi, tayyormi hammasi? Urra, juda ham xursand bo'lib ketyapman. Davay ko'rsat bizga. To'xta kaput, hamma qishloqlar tayyormisizlar bo'lsa ko'rishga? Da, tayyorimiz. Bir qaroqda bo'ladi, juda ham zo'rmi? Keyin bizning tarafimizda yana ta'minlaysizlar, juda ham zo'r qilib. Albatta kaput, albatta. Bo'lmasa tayyor bo'lsanglar, sizlarga bu shedevr ko'rsatmoqchiman. Davay mer, biz shuncha qiynaldik shu qishloqlar bilan ikkita uyda. To'g'ri aytadi. O'shaning uchun endi qilishing kerak buni. Davay ko'rsat. Bo'lmasa tayyor bo'lsanglar, hozir bu devorni olib tashlayman. Davay, yaqindan sizga qo'yamiz olib tashlashga. 1, 2, 3. Mana ko'ringizlar, bo'ladi. Xursandmisizlar sizlar? Nima mer? Juda ham zo'r qildim axir, ko'ryapsizlar. Buni chuqur to'g'rilab
bosh kerak. Nima qishloqlar yig'layin kelib ketyapti, nima bu? Tushunmadim qishloqlar nima qilgan axir bu? Nima bu kirpichni uylar qanaqadir ne bo'lsa so'ta tushunmadim. Metiyani chuqur nima qildi o'zi mer bo'tda. 2 hafta shu uchun qiynaldingmi? Damanyak kelinglar sizlarga yoqdimi? Kapotni bo'lishim bilmayapman. Manam tushunmayman qishloqqa. Nima qilgan axir bu? Men shu ham qurasanmi, shu ham qilasanmi? Nimasi yoqmayapti sizlarga? Nimasi yoqmayapti? Umuman hamma narsasi yoqmayapti. Bu yana bu tasavvur qanaqadir. Nuna sizlarni mo'tni axlatni. Shuning uchun men o'zimizni qishloqimizni axlat qana qurishga qaror qildim. Ana orqamda ko'rsam axlat xonani. Nima qilganing bu axir? Mer biz shu uchun 2 hafta kutdingmi? 2 hafta shu qishloqlar bilan yashadingmi? Ikkitadona uyda yarim qishloq. Nima bu? Fu yana sasvotdi bu yomon shu tema axlatxona qurasanmi? Ko'rdinglarmi nima qilganini? Kapot hammasi ko'rib turibman. Yugursam bo'ladimi? Bilmadim. Yo'q, qishlog'im saroyi endi yo'q, chunki kompyuterxona qurdim. Nima kompyuterxona qurding? Bechora qishlog'i qanaqa qilib yashaysan? Nima qildingmi? Kompyuterxona qildim, boshqa qilib endi biz o'ynaymiz o'tda. Nima tushunmadim. Nima qilgan yaxir mo'min qirq kompyuterxona yana. Bitta ko'rib chiqaychi o'zi nima bo'tganik. Tushunarli. Mer nima qilding bu yerda? Nima qilganing? Yana eski kompyuterlar biz shu uchun 2 hafta qiynalib qishloq bilan yashadingmi? Endi esorsini ayt. Nuna kapot nima yomon chiqdimi? Sizlarga yoqmayaptimi? Voy mer bizga juda ham yoqyapti. Axir yana o'zingni uyini juda ham zo'r qilib qo'yibsan-a. Nuna mana uy zo'r bo'lish kerak-ku. Axir sizlarga yoqmayaptimi? Endi sizlar tarafinglarni sizlarni tarafinglarni ta'mirlayman. Yo, mer bizga umuman kerak emas. Bizning tarafimizni ta'mirlash umuman kerak emas. Bo'pti, men ketdim. Bo'ldi do'stlar, bugunga menga yetadi. Bu eng zo'r remont bo'ldi, eng zo'r ta'mirlash bo'ldi. Hayotda shunaqa ham qiladimi? Kirpichli uyda qanaqadir bir narsani axlatxona bizning qishlog'imiz qo'yib qo'yar ekan. Nima qilgani? Shunaqa narsalar bilan yashab o'rganimiz yaxshi ekan. Shunaqa do'stlar bilan do'stlar unaqa yashagandan ko'ra, bo'pti, men video tugatishim kerak. Like bosishni, obunachlikdan chiqmasa, hamma xaridni bitta o'zim yasayman zato.